xohlagan smartfonlaringni muddatli to'lov asosida 1 oydan 24 oygacha chiqarib beramiz. A36 ni 300 dollar qilib beramiz. A37 ni 340 dollar qilib beramiz. Ochilmagan vakuum holatda siz aziz obunachilar uchun skidka narxda qo'yib beryapmiz. Limonli Velosiped. Narxlarni 815 dollardan O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul dastavkasi ichida olsalaring bo'ladi. Reydar bor 320 dollarga 280 dollar qilib beramiz. Xohlagan 17 Pro Max, A36 yangi chiqqan smartfonlar A37 narxini 399 dollar qilib beramiz. Jarokka dokumentlari bor. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Xudo xolasa bugun biz sizlarga qo'limizdan kelgancha smartfonlar narxini katta chegirmada qo'yib beramiz. O'zlaringizga ma'qul kelgan smartfonni videoda oxirigacha ko'rib, ma'qul kelsa, bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston dastavkamiz mutlaqo bepul bo'ladi. Yana bir yangilik aytib o'tib ketamiz. Xo'p, endi bizdan xohlagan 17 Pro Max, A36 yangi chiqqan smartfonlar A37, 17 Pro, Redmi A37 bitta ekan, A17 ekan. Xohlagan smartfonlaringni muddatli to'lov asosida 1 oydan 24 oygacha chiqarib beramiz. Kompyuterimiz oldimizda, dostupimiz bor. Bizga aloqaga chiqasiz. Faqat plastik karta aylanmasi kerak bo'ladi. Pasport bilan plastik kartani tashlab bersangiz, tekshirib limitlaringni necha pulgacha olishlaring kerak bo'lsa, o'zi chiqarib beradi. Aloqada bo'lib turamiz, ulab chiqarib beramiz. 12 ta viloyatga dastavkasi mutlaqo bepul va 12 ta viloyatga muddatli to'lovga yetkazib beramiz. Xo'p, biz A17 ni naqd olaman desangiz 200 dollar qilib beramiz. 17 Pro Max'lar Silver Svet trenddagilarni, xo'p, yangi ochilmagan vakuum simya simlar o'tgan 1550 dollar qilib beramiz. A36 ni 300 dollar qilib beramiz. A37 ni 340 dollar qilib beramiz. Ochilmagan vakuum holatda 8 ga 256 talik. Bundan tashqari 17 Pro Silver Sveti va xo'p, Orange hamda Blue svetlari bor. 256 talik simya simlar o'tgan vakuum holatda ular narxini 1445 dollardan olsalaring bo'ladi. Bundan tashqari bizda Redmi Note 15 Pro'larda 8 ga 256 lik va 12 ga 512 taliklar bor. 320 dollarga 280 dollar qilib beramiz. Buni ham muddatli to'lovga olsangiz bo'ladi. 1 oydan 24 oygacha faqat o'sha plastik aylanmasi kerak bo'ladi. Bizning manzilimiz so'rayotgan mijozlarimiz uchun Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Xonaqoh masjidining ro'parasida joylashgan Islom mobil telefon magasini xohlovchilar bemalol kelib, o'z ko'zi bilan tekshirib olsalaring ham bo'ladi. Bundan tashqari bizning Telegram kanallarimiz bor. QR kodini ko'rsatamiz. Bemalol mana shu QR kod orqali o'tib ulansalaring bo'ladi. Xudo xolasa, obuna bo'lib qo'ysalaring, xursand bo'lamiz. Telefonlarda har kun tashlab boramiz. Narxi o'ta ham arzon narxda. Instagram kanalimizning QR kodi inshaalloh shuni skrin qilsalaring chiqib keladi. Obuna bo'lib qo'ysalaring juda ham xursand bo'lamiz. Qo'limizdan kelgancha smartfonlarni xalqbob qilib arzon narxda qo'yib beramiz. Unda biz boshladik. S25 Ultra telefonlarimizni Koreya varianti, simya simlari o'tgan, idealni zo'r, xuddiki yangidek Snapdragon 8 Gen 3 protsessor bilan jihozlangan bo'ladi. Bitta sim karta qilib ishlasalang ham bo'ladi, ikkita sim karta qilib ishlasalang ham bo'ladi. Narxlarini 815 dollardan O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul dastavkasi ichida olsalaring bo'ladi. Bonusiga stiklolarni yopishtirib, chiroyli qilib beramiz. Yangi telefonni ham, рабочий telefonni ham muddatli to'lovga olsalaring bo'ladi. S24 Ultralar 12 ga 256 5000 mAh Snapdragon 8 Gen 3 protsessor bilan jihozlangan. Natural sveti holatlari zo'r holatda bemalol bog'lanib olsalaring bo'ladi. Narxlari 625 dollardan siz aziz obunachilar uchun skidka narxda qo'yib beryapmiz. Limonli Velosiped. Hech qatida hech qanaqa defekti yo'q, ishlanib, qirilmagan. Eng qizig'i, olasiz, sim kartasiga qo'yasiz, ishlatasiz. E'tibor qiling. Smartfon xuddiki siz xohlagan ideal va ajoyib ko'rinishda. 625 dollardan bemalol xarid qilsalaring bo'ladi. S22 Ultra so'rayotganlar uchun chuqur svetda 12 ga 256 5000 mAh. Bitta sim kartali Koreya region bo'ladi. Xo'p. Bardoviy sveti narxini siz aziz obunachilar uchun 395 dollardan tez ko'rsatib o'taman, chunki videomiz cho'zilib ketishi mumkin. Sizlarni ham vaqtlaringni olmaslik maqsadida petnosi bo'lsa aytib o'tib ketaman, holati yaxshi bo'lsa shunday yengil ko'rsatib o'tib ketaman. 395 dollardan bemalol olishlaring mumkin. S23 Plus 8256 4700 mAh Plus esimdan ham o'tgan, yoqimli oq svet. Idealni zo'r holatda. Buni narxini 340 dollar qilib beraman. S23 F 8256 4500 mAh Plus esimdan ham o'tgan. Chiroyli, zo'r turibdi. Birorta joyda petno nuqtasi yo'q. Buni narxini 285 dollar qilib beraman. Ko'pchilik A56 ga qiziqadi. A56 dan ko'ra shu smartfonni olsalaring, o'ta ham kuchli smartfon. S22 ni noyob, salafallari olinmagan, xuddiki yangidek bo'lib turgan holati. Qora svetda 4500 mAh va green svetda 8 ga 256 holatlari zo'r. 285 dollardan olsalaring bo'ladi. Hatto salafallari olinmagan limited edition desa ham bo'ladi. Hozirgi kunda bunaqa holatlarni topish juda ham qiyin. Tiniq holatda birorta joyda petno nuqtasi yo'q, uni ustiga xuddiki yangidek 400 ta 500 ta telefon ichidan bir donagina chiqib qoladi. Buni ham skidka narxda 285 dollar qilib beramiz. Note 20 4500 mAh. Note 20 ni bilgan biladi. 8256 talik bitta sim karta bo'ladi. Koreya region 190 dollarga
tepada pastda salafalar olinmagan, xuddiki yangidek bo'lib turibdi, qora svetda. Xo'p, S22 ni o'zidan deyotgan akalarimiz uchun boyagi gap qora svetda salafallari ham olinmagan, idealni zo'r holatda, xuddiki yangidek bo'lib turibdi va green svetda. Narxlarini 275 dollardan bemalol zakaz berib olsalaring bo'ladi. Xo'p, S23 3700 mat 8256 2 xil svetda. Oq pushti va beli jemshuk yoqimli. Hop, plus yetimlar ham o'tgan. Buni narxini haqiqatda ideal ekan, birorta joyda petno nuqtasi yo'q. 325 dollardan sizlar uchun qilib beramiz. Dastavkalar ichida bo'ladi. Uni ustiga bonusiga xudo xolasa chexol, laminatlar qo'yib beramiz. S24 istayotgan mijozlarimiz uchun 4 xil svetda inshaalloh keng assortimentda bor. Optim chakalarimizdan bemalol murojaat qilsalaring bo'ladi. Narxlarini xo'p, donaga olgandan ko'ra yana ham arzon qilib beramiz foydalanishga. 4000 mach 8256 holatlari ideal holatda blue sveti. Buni plus yetimlari ham o'tgan. Seryozni qora svet, e'tibor qilinglar. Narxlarini 420 dollardan sizlar uchun faqat stolchilar bo'lsa, uy yaqinlar bo'lsa, magazinga kelib bemalol olsalaring ham bo'ladi. Yoqimli gold. Buni ikki sim karta qilaman, bitta sim karta qilib ishlasalaring bo'ladi. 420 dollardan bemalol olishlaring mumkin. S25 smartfon o'zi 4 xil svetda 12 operativga bo'ladi, 256 xotira, 4000 mach, plus yetimlar ham o'tgan. E'tibor qilinglar, ideal zo'r holatda bemalol sim kartani solasizlar, ishlataverasizlar. O'zbekistonda hali uni ustiga smartfon ishlamagan. Koreyani o'zida ishlagan, O'zbekistonda ishlamagan blue svet. E'tibor qilinglar, juda ham to'q svet oluvchilar uchun ajoyib svetda. Narxlarini 535 dollardan qilib beramiz. Zo'r holatda 535 dollardan topish juda ham qiyin. Xo'p, S24 Plus yana keldi. Keng assortimentda 4 xil svetda 12 operativga 256 xotira, 4900 mach, plus yetimlarni ham o'tgan. Bu kino ko'rishga ham, o'yin o'ynayotgan akalarimiz uchun ham juda ham zo'r variant bo'ladi. Holatlari zo'r holatda. 445 dollardan bemalol olsalaring bo'ladi. Xuloslar magazinga kelib tanlab olsalaring ham bo'ladi. Agar chaqa-chuqasi bo'lsa, ozgina narxlarni o'tib tushib beramiz. Holatlari zo'r holatda. 445 dan 435 dollargacha bemalol olsalaring bo'ladi. Uni ustiga O'zbekistonda hali biror daqiqa ham ishlamagan. 12 ga 512 3900 mach, plus yetimlar o'tgan. Juda ham ingichka o'ynagan smartfon. S25 Edge smartfon taklif qilamiz. Idealni zo'r holatda. E'tibor qilinglar, hatto sinchalarimdan ham ingichka hisoblanadi. Narxini 625 dollar qilib beramiz. S24 Ultra korobka variantini oluvchilar uchun Koreya region Snapdragon 8Gen 3 prosessor bilan jihozlangan 12 ga 256 natural svet korobkalari ham bor. Xo'p, buni narxini 645 dollar qilib beramiz. Stiklo chexollarni bonus qilib beramiz. iPhone modellariga o'tamiz. 15 Pro Max Koreya region, yo'mchilar 80 dan baland bo'ladi. Bitta sim karta, bitta eSIM o'qiydi. Ideal zo'r holatda 256 talik. Xo'p, narxlari 775 dollardan, hatto 770 dollar ham qilib beramiz. 13 Pro Max 256 82 yumks. Yoqimli oq svetda. eSIMlar ham o'tgan. Radno chiqat ochilmagan telefon. Narxini 535 dollar qilib beramiz. Bizga 17 ni o'zi ham kirib kelgan. E'tibor qilinglar, 100 yumks 2 sikil, 100 yumks 50 ta sikil. Xuddiki yangidek smartfon. Xo'p, 835 dollardan olsalaring bo'ladi. Xuddi yangidek, faqat korobkasi yo'q. Magazin tomonidan biror garantiya beramiz. 15 Pro yomkichlari 93 va 80 256 talik. Zo'r holatda, birorta joyda petno nuqtasi yo'q, Koreya region bo'ladi. O'zbekistonda ishlamagan. Xo'p, yetimlari ham o'tgan, ikkita sim karta qilib bemalol ishlatsalaring bo'ladi. Narxlari 675 dollardan. Xo'p, bizdan olsalaring bo'ladi, e'tibor qilinglar. Smartfon nok holatda, birorta joyda petno nuqtasi yo'q. 13 Pro olaman degan akalarimiz uchun xo'p, qora va sera blue svetda korobka dokumentlari bilan, hatto buni simlari ham bor. Yomkichlari 90 dan baland, 85 ham bor, 97 ham bor, har xil yomkichlar bo'ladi. Ko'rsatib o'taylik. 435 dollardan simlarigacha bor, bemalol o'zini korobkasi bizdan olsalaring bo'ladi. Optim chakalarimizdan murojaat qilsa, narxlarini yana ham tushib beramiz. Xo'p, bizda S21 da o'zi 199 dollarga 4000 mach 8256 seryozni qora svetda, holati zo'r holatda qilib beramiz. O'zbekistonda dastavka mutlaqo bepul. Xo'p, iPhone 13 da o'zidan so'rayotganlar. Qaranglar, limited edition nima, yana korobka dokumenti bor. Xuddiki yangidek ataga 37 marta zaryadga olgan, yomkichlari 100. Holati ideal holatda. Radno hech qayerda ochilmagan. Yomkichlarni ko'rsatib o'tib ketaman. E'tibor qilinglar, 100 yomkichda turibdi. Narxini 399 dollar qilib beramiz. Korobka dokumentlari bor. Bundan tashqari Honor X9D so'rayotganlar uchun Gold svetda 8256 bir donagina kelib qoldi, zo'r holatda. Xo'p, 420 bo'lib turibdi Optimda. Bu ataga bir hafta ishlagan. Xuddiki yangidek, simlari ham turibdi. Mana ko'rsalaring bo'ladi. Men sizlarga bu narxini 285 dollar qilib beraman. Bir hafta ishlaganni 420 dollarga olgandan ko'ra bir hafta ishlagan
zo'rini 285 dollarga olsalaring bo'ladi. Hatto chexollari ham ochilmagan, yangidek bo'lib turibdi. Biz bilan bog'lanib, o'zlaringga ma'qul kelgan smartfonni narxi yoqqanini Telegram kanaliga tashlab bersalaring, adminlarimiz sizlarga telefonni to'lovlar tomonidan aloqa oldisini video qilib tashlab beradi. Smartfonni ko'rib ma'qul kelgandan so'ng oldindan 200 ming so'mchilik va telefon tezkor bir tez pochta orqali jo'natamiz. Yetib borgandan so'ng qolgan to'lovlarni qilib berasizlar. Xohlang rabochiy, xohlang yangi 12 ta viloyatga muddatli to'lovga ham chiqarib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.